Simental necha oylik bo'g'oz bo'ldi? Simental 3 oydan o'tgan. Rossiyskichi. Bu 5 oydan o'tgan. 5 oylik qolaversin. Uni ham 3 oylik qolaversin. Mana bitta sutkamanmi, ha? Ha, bu Ukrainka bu. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun hurmatli tomoshabinlar, biz sizlar uchun Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Oyim qishlog'i degan joydamiz. E'tiborlaringizga bir qadrdon akamizda yaxshi mollari bor. Endi umid bilan mol qilaman degan akalarimizga etagida katta pul bo'ladigan mollar. Yo'qsa sifati narx telefon qilaverasizlar, kelishtirib chiroyli qilib berishadi. Videoni ko'rib, bizdan like bosib, izohlar kommentariyada qoldiraverasizlar akalar. Ukrainka ekanman bu. Bo'g'oz naq, mana toza ko'rinib turibdi. O'sha adipam chiqmaydigan yerga yaqin polvondan, qandaygina voz ketmaydigan masalalarga. Tomondan akalar bitta o'ta shaddod, lekin sifati o'ta yuqori, yaxshi semental bo'g'ozni olganmiz. Telefon qilib hamma joydan Billah. Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. O'zimiz baqay turgan bo'g'oz mollar. O'zimiz qochirganlarmiz. Va alaykum assalom. Biz yarim soatgacha ko'rishib gaplashib o'tiribmiz. Obunachilardan ha, so'rashganday bo'lsa-da, qalaysan? Albatta. Nima gap? Xudo xolasa mana shu 3 ta bo'g'ozimiz bor edi, shularni bir chiqaraylik, YouTube'ga, el yurtga beraylik deb. Mol zo'r narsa-da aka. Xudo xolasa, ha, mol mana shu. Kerak paytda sotasiz. Pul. Yig'insa olasiz. Ha, shu. Ish bitaveradi. Sementalda 4 oylik dedingiz-a? Ha, 4 oylik. 4 oylik. Buchi? Bu 5 oydan o'tgan. 5 oylik qolaversa, idish qo'zg'ab qoldi, yelim qo'zg'ab. Bu Ukrainka dedingiz. Ha, bu Ukrainka, bu Shovskiy bu. Yecharamizmi? Yechaveramiz. Yechaylik, endi tomonga bo'lib qo'yamiz. Akalar, sutyon alishida endi mana qaysi birini yechaylik? Mashina yechavering. Bu. Hali bozordagi trenddagi molni Muxtorxon akamni o'zi olgan. Haqiqiy zo'riga ish qilyapti o'zi. Pulga qaramay oladi, lekin yengilroq sotadi aka. Xudo xolasa. Mabodo ish qilyaptilar bo'lsa, kelar mana molimiz. Ko'ringlar, baho beringlar. Bushovskiy deb urgan qo'yamiz, lekin aslida akalar, Ukrainka, Bushovskiy deb aytiladigan mollar mashinalar o'zi galishniga taqaladi. Men bizlar yaxshi ko'radigan ranglar. Necha bo'ldi bu? Bu 4 oydan o'tgan bu ham. 4 oylikqa qolishaveradi. Ha, idish qo'zg'ab qoldi, xudo xolasa. Yozda bor hozirga qo'zg'aydigan mol. Ha. Qanaqa qanaqa qochdi? Yo, buni olganman ama. Olgansan? Ha. Qo'ying. Nech pul bor? Buni 45 million ozgina ekan bu. Bo'ladi oxir. Sen jonaga xalq mazza qilsin dedi so'z. Ha, bo'ldi. 43 million bersin mana aka. 43 ga o'tib beramiz. Telefon qilsa, xudo xolasa o'tib beramiz. Yo'q, 41 hamdan bo'lsa. O'tirmaymiz-da, tasvir qilsiz. Sotamiz, xudo xolasa. Mol o'ta sog'lom. Nech pul dedik? Ol 43 ga o'tib beramiz. Ey jonaga, ham 43 ta turibsizmi? Ha. Gapiring. 42 yarim bo'lsa. 42 ham kami bor, ha? Ha. Do'stlar, bo'y basti, Muxtorxon aka siz nech deb o'ylaysiz bo'yini? Bo'ylari endi bilmayman, meni bo'yim 175. 140 soat bekib pilisini chiqaradi. Ha, mana men ketida turibman. 42 hamdan siyla beradigan bo'ldingiz-a? 42 hamdan siyla beramiz. Ya'ni tug'magan mol, lekin so'chkalari 7-ga garantiya berasiz. Ha, xudo xolasa sog'lom, hamma yo'q joyida. Qarang. Tishib bormi yo'qmi? Yo'q, buzov hali bu. Chiqarmagan. Ha. Uchovi ham buzov. Gel. Simental yetiş. Simental. Bu qachon qochgan? Bu 3 oydan o'tgan bu. Yo'q, qarang, o'zingizda qochganmi? Yo'q, Qur'on hayitdan oldinroq bu semental buqaga qo'yilgan aka. Ha. Tak.
Tekin tashlab qo'yib, mol olaman desalar, o'tda shartda otadi. Bahosi. Buni yaxshilab video qilmoqchi, sement oldim, ko'ryapsiz, nojillari ham polon pulib ketyapti. Xudo xolasa yaxshi mol. Baylar ya, mana bu to'palanchida bu. Hop, joydan o'tgan to'rt joyga borgan bo'g'az. Aha. Necha pul bahosi? Buni bahosimi? Qimmat aytib qo'yishuga, yengilroq ko'ra. Ikkovini juplab etaylik, bo'lmasa bir kishi shuni oladigan qilib. Bo'laveradi. Arzon bo'ladimi shunda? Ha, kelishtirib qilib beramiz. O'zini estagan 60 million deb yuboramiz-da buni. Nima deb olasiz? Shuna deb yuboramiz buni. Yani yetim. Çok dostlar mana. Rastsiz ichorlik yo'stra. Ama rosa qattiq ekan aka. Ha, qattiq edi. Yegan yerida deydi. Sutni ham beradi, bolani ham inshaalloh. Xudo xolasa. Yegan bolani beradi aka. Yeb turgan bolani qachon yoqmaydi. Oy, tortib ketadi bu. Tortib. Ana tortib ketdi. Ko'chaga chiqib ketmasa bu. Bo'ldi, qo'yib yuboramiz deb turaver. Bunga qanaqa muqo qo'yilgan? Bunga urug' qo'yilgan. Ha. Bunga ikki dona urug' qo'ygan ekan. Bitta semental bilan bitta ola qorani ikkita urug' qo'yibdi, birin-ketin. Qaysi qochganini bilmaymiz. O'sha hozir doktorlar ham ikkita urug' qo'yyapti ekan, birin. Bir pastur. Gapiring aka. Buni 50 ga siylab beramiz. Jupichi. Jupiga 105 millionga bo'lsa kelishtirib qilib beramiz. 60 ga 50 110 bo'lardi. Ha. Ana katta o'tib qo'ya qolardi. Ha, katta o'tib boradi. 105 million aytlar. Ha. Olang endi ikkaridan. Olang. Olaydan qapsin. Mana o'zini so'rasa necha pul berasiz? 60 ga o'tib beramiz. Una deyman. Jonim akam. Mol yaxshi. Aka, hozir 3 oylik bo'lgan bo'lsa, 6 oyligi bor, tamomda. 6 oyda o'rtacha 6 kere 7 necha bo'lardi? 42 mi? 4,5 million 5 million rasxoti bor aka buni. 60 ga sigir qo'yasan. Mayli. 60 ga yetib borsin puli. 56 bo'ldimi? Yo'q, 56 ga to'g'ri kelmaydi u. Tak. Ayting bu. Ikkovini juplab 105 ga o'tib bera olayman, cho'rni postiramini. Ammo mana uni tashlab ketadigan bo'lmasam. Ha, bu ham zo'rni mol. Xullas uni 60 dan o'tib berasiz, dadil o'zi ish qiladi. Ha. Ikkovi 105 million 105 million siylaymiz. siylanadi. Ammo mana rossiyskiy ham zo'r ekan pumba. Tek. Samarqandlik akalarim yaxshi ko'radigan aka. Balki jupiga Samarqandgacha ketib qolar. Beraveramiz Samarqandga. Olib berasizmi? Yo'q, dastlabkiga omad texnikamiz yo'q. Kelishtiriladi-da. Kelishlayveradi. Ha. O'lkirasiz. Layti bosib akalar kelaverasizlar 60, 50, 42 ham narx aytildi bu. Savdosi bor, savdosilarda. Hammaga omad.